Bunlar endi. Sho'rchi tuman dehqon bozori bilan hamkorlikda tizimli ishlar amalga oshirildi. Jumladan bugungi holatga 2 tonnaga yaqin chiqindilar olib chiqildi. 8 kvadrat metrgacha bo'lgan maydonlar supurish sudirish ishlari olib borildi, dezinfeksiya ishlari o'tkazildi. 150 metrga yaqin ariq latoklar tozalandi. Keyin bozor radiouzil orqali ovqatdan zaharlanish, botulizm va xavfsiz ovqatlanish 5 ta kalit tamoyil asosida eshittirishlar amalga oshirildi. 50 ga yaqin sotuvchilar bilan suhbatlashib, ularga tushuntirish ishlari olib borildi. 50 ga yaqin sotuvchilarga maxsus kiyimlar kiyish bo'yicha va topshiriqlar berib, kiyinishi ta'minlandi. Tumandagi SES, dezinfeksiya va boshqa mas'ul tashkilotlar bilan birgalikda ish olib borilyapti. Hozirgi kunda bozor tozaliklari, aholiga qulayliklar yaratishlar bo'yicha hamma tomonlama ishlarda yo'l xaritalari tuzilib, shu bo'yicha ish olib borilyapti. 150 metrgacha ariq zovurlar tozalandi, chiqindi chiqarildi. Mana bugun Sho'rchi tuman tibbiyot birlashmasi tomonidan bir qator ishlar amalga oshirilmoqda. Obodonlashtirish ishlari olib borildi. Tumandagi tibbiyot birlashmasida mavsumiy daraxtlar, butalar ekilib, ularning atroflari oqlanib, mavsumiy gullar ekilib, ishlar olib borilmoqda. Tozalik, osoyishtalik ishlari, tadbirlari amalga oshirilmoqda. Bundan tashqari, viloyat hokimining tashabbusi bilan hashar e'lon qilinib, tuman tibbiyot birlashmasining o'zida va hududiy filiallarida 15 tonnadan ortiq chiqindi vositalari chiqarildi. 400 metrdan oshiq bordyurlar tozalanib, 1000 dan oshiq daraxtlar oqlandi. 500 metrdan oshiq zovurlar tozalanib, viloyat hokimligi topshirig'i asosan 3 kunlik hasharlar e'lon qilinishi munosabati bilan tumanda joylashgan ijtimoiy muassasalar, shu jumladan davolash profilaktika muassasalarida obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish ishlarining borishi doimiy sanitariya epidemiologiya markazi xodimlari tomonidan nazorat ishlari olib borilmoqda. Tuman tibbiyot birlashmasi tomonidan butun davolash profilaktika muassasalarida bugungi kunda chiqindilarning o'z vaqtida olib chiqib ketilishi va ularning xavfsiz utilizatsiya qilinishi, bundan tashqari latoklar va ariqlar tozalanishi, hududda joylashgan daraxtlarning shakllar berilib, ularning taq qismlarini oqlanishi va hududdagi mavsumiy gullar ekilishi, undan tashqari mana shu joylarda yerlarni o'z vaqtida ag'darilib, topib qilish ishlari bo'yicha tegishli ko'rsatmalar berib kelinmoqda. 91-oilaviy poliklinikamizda ham hashar ishlari olib borildi. 100 dan ortiq daraxtlarga shakl berilib, ochiq maydonlarga gul ko'chatlari, manzarali hamda mavsumiy gul ko'chatlarini ekib parvarishini davom ettiryapmiz.